Aka, mana bu shu 2 qavat qilishimiz kerak oldin. Naryoqlarda ham polni 2 qavat, 1 qavatdan bo'lgan aka bu. Mana bu aka 2 qavat bo'lgan aka bu. Shunday qilishimiz kerak. Mana aka bu. Ustiga ham aka, mana bu ham buni 1 qavat bo'lgan aka. Ustiga yana 1 qavat qilishimiz kerak-da buni. Polni aka narigi tomon 1 qavatdan aka, bitta mana bu 2 qavat bo'lgan aka. Ustiga olishimiz kerak. Kelishtirib berasiz aka, zakorni bir chiroyli narx qilib aka. Mana aka, mana ko'ryapsiz 1 qavat.